Öz saraylık 2003'dan 7 mavqiliq maşinasını aydab Şinjan ayınıb işkir görüp egliktikini bulamdı mı? Yaxşı tirişinglarımda qalbi degan shu tirishqanlar mansub. Bala kuchani mashin bozoriga kelib qoldik. O'sha yerda bizniki bir yaxshi akamiz bor ekan. Shuni bilan bir ko'rishib, paralashib. Abdikim kamdan qishig'im kirib oldik. Bu akamiz bo'lsa dangliq mashinchi. Doyinglarda doim ko'rib turibsizlar. Abdikim kamdan nayet kichik bir chiqishga qaytdim. Bu akamiz bilan paralashib, akamizning kemush eglik tishlar safaridagi hikoyalarni anglamoqchi bo'ldik. Yosh bolalar eng yaxshi ko'rdi shu vaqt saychi o'spitlani. Shu o'sib satgan. Çanqo satdım BBG degenden gelip çanqoları var demler paxtlık çapanı işten yaş tutmadan zaman moda. Ayta moda vaqtlar. Ondan keyin keldik telefon sattık, telefonchilik qildik. Çanjanlı piparni chiqib, qurum chaqayib satdik. Kebapchilik qildim, qassoblik qildim. Shimpo moto yutdik biz shu paqva shimpo motolar, yaman modoga vaqtlar. Vaqt degan bu qarmayol nada biz Ürümchidan bir motorni besib qo'ysak 4 kundan 5 kungacha kuchar keldi. Undan keyin taksiga qaytdim. Taksi Shali mashina vaqt shu 20-yildir Shali bek motor. Taksi haydab yurib, undan keyin Santanaga chiqdim. Rimxona ochdim men. Shu 2003-yil kelgan vaqtda rimxona ochdim. 3 yil 4 yil. Bir sirlaydigan 5-6 pompan yani gavlashtirib shu başı juydigan, can şu, sırçılık, geometri, işte o neçeden işler juydu. Onun için benim bir sebeplerden şu onun bir maşinasına düşüp ketkiyle hazır bana. 2007'de düştü. Ben kömgen hem de bir adamga aldıkça işlep kıldım 5 koy. Ondan 5 koy pulip bakka edilmez. Emmez öz aldım tadı. Egeliktikler degenler. Kıvatımız. Şuna dedim ki tirishqalniki qalbi mansub deb ham tirishqal oyog'ining ostida oltin degan gap bor hamda. Qanchalik bu bilinganni qilsak, shuncha qizvog'idek holatda qilsak, o'zimizga yaxshi irsiga shu ota-onamizni yaxshi qarasak. Ota-onamizni qilgan yaxshi ishlarni shu yo'lda tutib maqsad bizim gülündiğine yerimiz şu. Abdikim kam bizni o'zining enistak nurg'un taklif fikrlarni berdi. Bizning bundan mağduğa yollarımızın medetlerini tiladi. Shunda esil akalarimizning umri uzun so'lsa ilgari bo'lsin. Har bir yanning o'zi kuchli alaylik bo'ldi. Mana kuchani alaylik nima degan chadimish kuchani. Nimishki bu kuchanini yo'g'on nepiz yoqdi. Men taz uqbilanmadan biladiganlar bo'lib qolsa inkasrani so'z qoldirib qo'yingda. Mushu kuchani neni to'g'riliq bir bes munozara qilib boqayli. Bizning safarimiz nihoyat jiddiy davomlashayotdi. Mana ashpaytdagi Shenxan safarning beshida tamoq yetkazib sal qiynalganda qo'llarimiz kelmay hozircha mana tamoq deganda xuddi ko'n ashpazdek ididigan bo'lib ketdik. Bugun izzat jidal aytgan tamoqni aytpayz o'xshab. Achchiqlikka. Izzat jidallikka o'xshagan tamoqlarni yeyapmiz mana. Budak sanımızda şayadaki yaş ilgilik tiklikçiden bunu tanıştırırız. Diqqətinizlər biz dostumuz davamlı qaldırmışda səfərimizdəki hekayələrini sizlərlə təm bəkirmən bulmaz. Bizning ketiniş unutub qalmanglar, qətti unutub qalmanglar.